Assalomu alaykum, hurmatli Rasul Metal obunachilari. Bozordamiz. Temir bozor, Andijon shahri. Yangiliklar, nimalar bor, nimalar keldi. Hammasini ko'rsatamiz. Robotlar ko'payib ketdi predelkaga. Vreminkaga qo'yadigan, chip-chip predelka qilib qo'yadigan robotlarimiz serob. Ana mayda ham olib borib qo'yadiganlari bor, 3 ta bor. Bemalol narx-navolarni so'rab kommentariyada izohlarda yozinglar, qaysi biri yoqqan bo'lsa bemalol tanishtirib o'taman. Hammom pechkalarimizda yangiliklar bor. Hammom bani pechkalarimizda. Ikkita yangiligimiz bor sizlarga. Bittasini buni o'zgartirish kiritib qo'yganmiz. Bu yilgi yangilik bu. Bu tomoni devor tashqarisida turadi, bu yerda devor turadi. Bu tomoni hammom ichida turadi. Menga toshlar terib qo'yasizlar. Mana toshxonasi. Titani yangi listdan bo'lgan 2 qalin listdan 80 litr suv sig'adi. Xo'p, pechkalari hammasi turli listdan bo'lgan, konteynerda qalin qattiq yeridan bo'lgan, koloniy deb qo'yamiz biz. Mana akada. Hamma yo'g'i 4. Yukka bo'lishi mumkin emas, chunki konteynerda qalin listi 4 bo'ladi. Yukkasi 2 bo'ladi. Hali tushunmaganlarga tushuntirib qo'yapman, tushunganlar o'zlari biladi. Tunni bursam yasab qo'yganmiz, baquvvat qilib bo'shaydi. Xo'p, bu yerda Prantonga listlarimiz kelgan, yangiliklar mana. Qovurg'ali, bu to'g'rilangani mana. Yangi temir, eski temir bu yoqqa. Xo'p, kolodisni yaxshisidan so'raganlarga kolodis kelgan, zavodskoy kattasidan. Katta bu, ancha katta. Katta mashinalarni ham ko'taraveradiganidan. 50 litr balar bor. 400 li azbizimiz kelgan, quvur so'ragan akalarga. O'zimizdan bu Rasul Metal do'koni do'stlar. O'zimizning makon. Bu yerda yangiliklar o'sha Dustavr, Shvellerlar. Deyarli hozir yangilik yo'q. Katta turba kelgan bu yoqqa. Bu tomonda katta turba kesiladi, endi sotilib bo'lgan, uni chiqarishda hojati yo'q. Gonli Shveller, Dustavrlar hali ham o'z joyida, o'z narxida, narxlar ko'tarilgani yo'q. Nimalar kerak bo'ladi, nimalar qiziq bo'ladi, yozinglar. Albatta yana video chiqaramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar.